Yaqub Beg Qashqarning huquqini to'liq qo'liga olgandan keyin 1865-yildan boshlab 1875-yillar orasida nurg'un qon to'kib, har xil taktika yilmiklarni ishlatib, 7 shaharning hammasini birlik keltirib, Qashqariya davlatini qurib chiqadi. Saidiya xalqı Apaqo'jining xiyonati bilan Jo'ng'ar qalmoqlari tarafidan ishg'ol qilgandan keyin bizning vatanimizda Xo'jalar davri hukm suraydi. Amaliyotda Xo'jalar bo'lsa jahil kishilar bo'lib, bular Jo'ng'ar qalmoqlarining qo'richoq valilari edi. Amaliyotda boshqaradigan, bulang-talang qildigani bo'lsa, ana shu Jo'ng'ar qalmoqlari edi. 1750-yil kelgan vaqtda Menching imperiyasi Jo'ng'ar xalqini yiqitib, u yerdan eshib bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonga kirdi. Ya'ni 1759-yili bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni Menching imperiyasi ishg'ol qiladi. Menching imperiyasi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda ajoyib rehimsiz siyosat yurgizdi. Diniy olimlarimizni xohlagancha sulab o'ltirdi, milliy an'analarimizni cheklaydi, madrasalarni taqaydi va shundaqla Uyg'ur qizlarimizning or-nomusiga tegadi. Xuddi bugun kunimizdagi o'xshash zulmlar bo'ladi. Ammo u vaqtdagi Uyg'ur xalqi xuddi bugun kunimizdagi Uyg'ur xalqiga o'xshash o zulmlarga sukut qilganmi? Asla undaq emas. Balki bu zulmlarga qarshi bir qancha qatim inqilob qo'zg'agan. Masalan, 1765-yili Rahmatulloh Beg boshchiligida Uchturpanda bu Xitoylarga, ya'ni Menching imperiyasiga qarshi inqilob qo'zg'algan. Va shundaqla bir qancha shaharlarni egillagan. Bu urush, bu qo'zg'olon Oltay atrofida davomlashgan. Menching imperiyasi bu qo'zg'olonni bostirish uchun ko'plab askar avatgan. Rahmatulloh Beg, Amanulloh Beg va Ismatulloh Beg qatorliq bu qo'zg'olonning rahbarlari mana shu jihatda, mana shu g'azotda oxirigacha urushib şehit bo'lgan. Rahmatulloh Beg shahid bo'lgandan keyin bu qo'zg'olonga uning singlisi Maysxon boshlamchilik qilgan. Erlarning ko'pinchisi qirilib tugagan. Oxirida Maysxon boshchiligida jami 7 nafar ayol bu qo'zg'olonni davom qilgan. Tağının ichida nihoyat sovuq sharoitda Xitoylar ana shundaq zambiraklarni atgan bo'lsa-mu, ammo bu 7 qiz, 7 ayollar bu zulm qarshi tiz pukmay oxirigacha urush qilgan. Lekin oxirida Menching qo'shinining sonining ko'pligi tufayli bu Maysxon boshchilik 7 botir mujohida ayollar muhosiraga tushib qolgan. Dushmanga asir bo'lishni xohlamagan bu botir ayollar oxirida tağının çoxusini o'zini tashlab o'lib olgan. Uchturpandagi Aqto'g'ay tag'ida mana shu botir 7 qizimning maqbarlari hali ham Uyg'ur qizlariningki zulmga bosh egmas ruhini jilvalantirib qad ko'tarib turmoqda. Bu inqilob mana shunday bostirilgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur xalqininki zulmga bo'y egmas ruhi nurg'ulgan inqiloblarni maydonga keltirdi. Masalan, 1860-yili Kuchada Uyg'ur va Tungallar birlashib Menching imperiyasiga isyon qildi, ular qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Natijada Kuchadan manjuchiliklarining hammasini qo'g'lab chiqarib Kuchani to'liq ozod qiladi. Va shundaqla Kuchaga diniy olim Rashid Xo'ja sultan podshoh bo'ladi. Kucha qo'zg'olonga g'alaba qilgandan keyin Kucha qo'zg'olonidan ilhom olgan Qashqar xalqi Sidiq Beg boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi va 1864-yillarda Qashqardan manjuchiliklarini to'liq qo'g'lab chiqarib Qashqarda o'zining mustaqil podshohligini quraydi. Ondan keyin Yarkanda dastlabda Uyg'urlar, ondan keyin Tungallar qo'zg'olib, Yarkandan manjuchiliklarni to'liq qo'g'lab chiqaradi va shundaqla Hazrat Abdurahmon Yarkandagi sultonlikning podshohi bo'ladi. Butun shaharlarda zulm qarshi mana shunday qo'zg'olon va jihad o'ti ko'tarilgan paytlarda Xotandimi diniy olim Habibulloh Hojim va o'g'illarining boshchiligida g'azot boshlanadi. Natijada Xotan xalqimi ozodlikka erishadi va podshohi Habibulloh Hojim bo'ladi. Urumchidimi Uyg'ur va Tungallar qo'zg'olib Ürümchini manjuchiliklaridan tozalaydi va shundaqla Ürümchining podshohi Davud ismli bir tungan bo'ladi. Demak, 19-asrning boshida bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda mana shunday qo'zg'olon va jihad qo'zg'olib, natijada mustaqil holda 5 dona sultonlik, ya'ni podshohlik paydo bo'ladi. Bu vaqtda bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning ahvoli nihoyat halqiliq va xatarlik payti edi. Ya'ni sharq tarafda Menching imperiyasi, g'arb tarafda Chorosiya, janub tarafda Angliya tishlarini bo'lib, bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni yutib olishga nihoyat tayyor turayotgan edi. Bundaq bir sharoitda bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston xalqining qilgan eng muhim ishi bo'lsa, mana shu parcha sultonlik, podshohlikniki birlashishi edi. Lekin ahvol dal aksicha bo'ladi. Ya'ni har bir sultonlik o'zining zaminiga yana bir sultonlikni qo'shib olish uchun harakat qiladi. Masalan, Kucha podshohi Rashidun Xo'ja Qashqar xonligini qo'shib olish uchun ular qo'shin tortadi. Buning qarshi Sidiq Beg Qo'qon xonligidan yordam so'raydi. Qo'qon xoni Xudoyorxon Oppoqxo'janing avlodi bo'lgan Buzruk xon boshchiligida 400 askarni va shundaqla bu 400 askarning beshiga Yaqub Begni qo'mondon qilib Qashqarga avatadi. Ya'ni Yaqub Beg aslida Qo'qon xonligidan avatilgan askarlarning qo'mondoni edi. Buzruk xon boshchiligidagi 400 askar va qo'mondoni Yaqub Beg Qashqarga kelgandan keyin Qashqar xalqi ularni nihoyat qizg'in qarshi oladi. Chunki Oppoqxo'janing ta'siri u vaqt bor edi. Bu sababdan Buzruk xonni Qashqar xalqi hurmatlaydi. Ya'ni xalqni nadan jahil bo'lg'achqa Oppoqxo'janing sog'an zini his qilmasdan uning murtlari
Buzrukxonni hurmatlab Qashqarga sulton qiladi. Amaliyotda Buzrukxon bo'lsa, siyosatdan hech bir xabari yo'q, ish ishratga tushib ketgan bir odam edi. Bu sababdan Buzrukxon ishlarning hammasini Yoqubbekka topshirib, o'zi ish ishrat bilan mashg'ul bo'ladi. Yoqubbek bo'lsa, asta-asta o'zining atrofiga odam to'plab, ishlarni bir-birlab, ya'ni siyosiy huquqni bir-birlab o'zining qo'liga markazlashtirishga boshlaydi. Oxirida bo'lsa, Buzrukxonni sizlar haramga ko'p haj qilib kelasizlar deb Hindiston yo'li orqali haramga yo'lga silib o'tib, o'zi Qashqarning rasmiy podshohi bo'ladi. Yoqubbek Qashqarning huquqini to'liq qo'liga olgandan keyin 1865-yildan boshlab 1875-yil orasida nurg'un qon to'kib, har xil taktika, hilm-mikrlarni ishlatib, 7 shaharning hammasini birlik keltirib, Qashqariya davlatini qurib chiqadi. Bilganimizdek, Qashqariya davlati qurilgan bo'lsa, atrofdagi cho'ng davlatlar Sharqiy Turkiston bizning vatanimizga ko'z tikayotgan edi. Bu sababdan Qashqariya davlati, ya'ni Yoqubbek jiddiy holatda kuchli bir ittifoqlashga ehtiyojli edi. Yana bir tarafdan Yoqubbek nihoyat qattiq qo'l, rahimsiz bo'lg'achqa, ya'ni Xotan boshqa shaharlarni o'zining territoriyasiga qo'shish jarayonida nurg'ulg'an qattiq siyosatni olib borg'achqa, xalqning orasida unchalik mashruiyati yo'q edi. Bu sababdan Yoqubbek o'ziga mashruiyat qozondirish va kuchli bir ittifoqlash izlash natijasida 1870-yili o'zining tog'asining o'g'li Xo'ja To'ramni Istanbulga avatib, Qashqariya davlatininki Osmoniylarga tava bo'lganligi va jiddiy shaklda harbiy yordam talab qiladi. Bu vaqtda bilganimizdek, Osmoniylarning beshida Sulton Abdulaziz bor edi. Sulton Abdulaziz Yoqubbekning yozgan xatida nihoyat ta'sirlanadi. Va shundaqla o'zi boshchilik qilib, Yoqubbek talab qilgan nurg'ulg'an yordamlarning hammasini, ya'ni 2000 dona miltiq, 6 dona zambirak va shundaqla nurg'un generallarni Qashqariya davlatiga avatadi. Elchi Xo'ja To'ra Osmoniylar generallari bilan birlikda Qashqarga yetib keladi. Yoqubbek bularni 100 dona zambirak o'q etish orqali nihoyat qizg'in qarshi oladi. Qashqarda xilofat bayrog'i tiklanadi. Juma xutbalarida Osmoniylar podshohlari nomiga xutba o'qiladi va shundaqla Osmoniylar davlati nomida pul bostiriladi. Shunday qilib Qashqariya davlati Yoqubbek kutgandek Osmoniylarningki e'tirof qilinishiga erishadi. Va shundaqla ichki jihatda, ya'ni xalq orasida Yoqubbek mashru sultonga aylanadi. Lekin Yoqubbekning bu siyosati Rossiya va Angliyaninki dushmanligini qo'zg'aydi. Bilganimizdek, bu vaqtda Yoqubbekninki, ya'ni Qashqariya davlatininki Osmoniylarga tabi bo'lishining sababi nuqul diniy nuqtalar bo'lmasligi mumkin. Balki siyosiy omillar sababli, ya'ni kuchli bir ittifoqlashga muhtoj bo'lganligi sababli bo'lgan bo'lishi kuchli ehtimol. Darvaqa Yoqubbek kutgan ba'zi ishlar amalga oshgan bo'lsa-mu, lekin yuqorida o'tganimizdek Rossiya va Angliyaninki dushmanligini qo'zg'ab qo'ydi. Bu sababdan Rossiya va Angliyaninki yashil chiroq yiqib kirish bilan Manching imperiyasi o'zining ichki ziddiyatlarini tugatgandan keyin bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda qurilgan Qashqariya davlatini yiqish uchun plan tuzdi. Yoqubbek bo'lsa, yana Osmoniylarga elchi avatib, ulardan harbiy yordam so'raydi. Bu vaqtda Osmoniylarning beshiga Sulton Abdulhamidxon chiqqan bo'lib, amdala Osmonli va Rossiya urushidan chiqqan edi. Ya'ni Osmoniylar davlati nihoyat ojiz va tarab qolgan paytda edi. Bu sababdan Osmoniylar bu qatim Yoqubbekning talabiga ijobiy javob bermaydi. Mana bu shunday jiddiy paytda Yoqubbek olamdan o'tadi. Yoqubbek olamdan o'tgandan keyin ichki nizolar, talashlar, urushlar boshlanib ketadi. Mana mushu fursatda Manching imperiyasi tomonidan avatilgan qo'mondan Zozongtang boshchiligida 1877-yili 17-dekabrda Qashqariya davlati rahimsizlarcha yiqiladi. Manching imperiyasi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni Xinjiang deb ataydi va bir o'lka sifatida tashkillaydi. Demak, Qashqariya davlati taxminan 10 yil atrofida umr ko'rgandan keyin yiqiladi. Manching imperiyasi bo'lsa, Qashqariya davlatini yiqitgandan keyin inqilob rahbarlari, olim ulamolarning hammasini sulaydi, xalaqancha o'ldiradi. Qashqariya davlati yiqilgan bo'lsa-mu, bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda yana bir sultonlik bor edi. U bo'lsa-mu G'olja va Yettisuda qurilgan Ili sultonligi. Bu sultonlik qurilg'ili 10 yil bo'lgan edi. Manching imperiyasi Qashqariya davlatini yiqitgandan keyin Ruslar Ili sultonligini diplomatiya yo'li orqali besib oladi. Mana shundan boshlab Xitoylar bilan, ya'ni Manching imperiyasi bilan Ruslar orasida diplomatiya kurshi boshlanadi. Oxirida bo'lsa Ruslar egallab olgan zaminninki 4ning birini Xitoylarga, Manching imperiyasiga berib, qolganini besib oladi. Ya'ni oyoq G'olja va Yettisu rayonlarini besib oladi. Hozirgi G'oljani qaytirib beradi. Mana shu vaqtda nurg'ulg'an Uyg'urlar Xitoylarning zulmidan ansirab Yettisu tarafga ko'chib ketadi. Bugungi kunimizdagi Almuta va Jambul viloyatining ko'p qismi ana shu ayni davrdagi Yettisu rayonlaridir. Shunda qilib bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Qashqariya davlati va Ili sultonligi Xitoylar, ya'ni Manching imperiyasi yoki Manjular tomonidan ishg'ol qilinadi. Ili sultonligi bo'lsa Ruslar tomonidan ishg'ol qilinadi. Bir qismi Manching imperiyasi tomonidan ishg'ol qilinadi. Ba'zilar Qashqariya davlati agar Osmoniylarga tabi bo'lmagan bo'lsa, ularga bay'at qilmagan bo'lsa, yiqilmaydi deb qaraydi. Amaliyotda bu qarash bo'lsa, kamtukroq qarash bo'lishi mumkin. Chunki Qashqariya davlati nihoyat murakkab bir siyosiy vaziyatda qurilgan bir davlat. Bunday bir vaziyatda Qashqariya davlati e'tirof qilinishga, kuchli bir ittifoqlashga muhtoj edi. Bu sababdan Yoqubbek irq, til va din jihatda bir bo'lgan Osmoniylarni ittifoqlash izlash sababdan
tanlagan bo'lishi mumkin. Ammo bu vaqtda Osmanlılar ojizlashib qolgan, uning ustiga Osmanlılar bilan bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning orliqning yiroq bo'lishi sababli kutgan yordamlarga erishilmagan bo'lishi mumkin. Shu Qashqaryo davlati Osmanlılarga tabi bay'at qilmagan bo'lsa-mu, u kuchli davlatlarning raqobatiga cho'qim duch keladi. Masalan, Manjula, ya'ni Manchang imperiyasi Kanshixon davrida g'arbga yurish planini tuzib bo'lgan, ya'ni bizning vatanimizni ishg'ol qilishning planini tuzib bo'lgan. Yaqub Bey shu vaqtdagi cheklik imkoniyatlar ichida eng to'g'ri degan bu qarashni tanlagan bo'lishi mumkin. Shu Qashqaryo davlatining yiqilish sababini Osmanlılarga tabi bo'lganlik deb ko'rsatish bu kamtukrak ko'z qarash bo'lishi mumkin. Balkim sabablardan bir sabab bo'lishi mumkin, deyilishimiz mumkin. Qashqaryo davlatining yiqilish sababini bir qancha nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchisi, Yaqub Beyning shaharlarni birlik keltirish yo'lidagi qattiq qo'l siyosati. Yani bu sebeplik xalqning qo'llashidan xalqning himoyasidan ayrilib qolgan. Qandaq bir podshoh va yoki amir xalqning himoyasidan ayrilib qoladi ekan, bu cho'qim mag'lub bo'ladi. Ikkinchisi, bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi strategik o'rnining nihoyat muhimligi. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishini Rossiya va Angliya o'zlariga tahdid deb qarab, Manchang imperiyasining ishg'oliyatini qo'llagan. Shunga biz bundan munda bir darsni chiqara olishimiz mumkin. Bir davlatning mustaqil qurilishida atrofdagi cho'ng davlatlarning ifodasi nihoyat muhim. Shunga mustaqil davlat qurayman va yoki mustaqil Sharqiy Turkiston davlati qurayman degan odam atrofdagi cho'ng davlatlar hammasini o'ziga dushman qilib olishdan saqlanishi lozim. Uchinchisi bo'lsa, ya'ni Qashqaryo davlatining yiqilishining uchinchi sababi bo'lsa, ichki nizolar. Ya'ni Yaqub Bey o'lgandan keyin ichki nizolar boshlanib ketgan. Har qanday bir davlat, har qanday bir jamoatda ichki nizo bo'ldi ekan, bu davlat, bu jamoat cho'qim yiqiladi. Ichki nizoga sabab bo'lgan kishilar bo'lsa, mana shu dushmanga xizmat qilgan xiyonatning tamg'asini o'ziga urib olgan bo'ladi. To'rtinchisi, Qashqaryo davlati yangidan qurilgan bo'lg'achqa, Yaqub Bey shu vaqtdagi dunyo vaziyatini tushunishda sal ojiz kelgan bo'lishi mumkin. Bu sababdan Iroqdan ittifoqdosh, ya'ni Iroqdan do'st, yaqindan dushman izlab qolgan bo'lishi mumkin. Biz bundan mundaq bir darsni chiqaraymiz. Chuqum bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda davlat qurmoqchi bo'ldik-miz. Chuqum atrofdagilarning dushmanligini yana qo'zg'amasligimiz lozim. Iroqdan do'st, yaqindan dushman izlaydigan bu xil ideyadan voz kechishimiz lozim. Bugungi kunimizda qarab qolgan bo'lsak, bir turkum kishilar atrofimizdagi bir qancha davlatlarni, ya'ni qo'shni davlatlarni davomli bizga dushman qilib ko'rsatishga tirishyapti. Masalan, O'zbekiston, Qozog'iston deymiz va yoki Afg'oniston deymiz. Mush davlatlarning hammasini bizga dushman qilib ko'rsatishga tirishyapti. Amaliyotda Iroqdagi Amerika va yoki Isroilga o'xshash Iroqdagi davlatlarni bizga do'st sifatida qilib ko'rsatishga tirishyapti. Amaliyotda bizning muhtoj bo'lganimiz, bizga bevosita ta'sir ko'rsatgani bo'lsa, yaqindagi davlatlar. Shunga biz Iroqdan do'st, yaqindan dushman emas, yaqindan ittifoqdosh va shundaqla Iroqdagilarni o'zimizga dushman qila olmaydigan bu xil siyosatni asos qilishimiz kerak. Sen tarixni yozganda sultan bulup han o'tgan Uyg'urum sen canda Alem şahit bo'lganti sen tarixni yozganda